Bu reaksiya odamlar o'zida beradi-da. Men shu hozir kiysa shuncha mashina pul olaman, buncha mashina pul olaman demayman. O'zi kelib qoladi qandaydir. Tushunmaydi. Generalni chiqardi 2019. Tomdan past kraska. Nech pulga? To'ra oldi, 96. Ha. To'ra oldi ham ishlayapti. Mana shu ishni tanlab qo'ying, har berasiz. Keladi. Ko'p endi odam ko'pda, mashina bitta keladi, olish qiyin. Bir kunga ketib qolmaydi-da. Mana bugun 2 kishi mashina oldi, 2 oy ham 1 oydan beri qatnaydi. Sabr qildi, oldi, yaxshi mashina. Oldidan tortgan. Hozir qarang, 82 millionga oldim, 83 millionga sotdim. Xuddi shuni lukli avtomat kraska ortidan kirlasa. Meta hamma narsasi bor, kraskasi faqatgina ikkita detali bor. Ikkita detali. Buni oxirini kelishtirib bir narx aytib, to'g'ri kelsa olaman. Juda baland olavergan ekansiz. Olish ham baland bo'lavergan. 96 millionga to'ra oldim, debdi-da. Ya, endi ikkita detali ham bor tuzatgan kraska. Onli kraska ildi orqasi urilganini aytganmi-ku? Eshiklar, kirlolar almashgan boshingga. Orqalarini bitta ko'ring-da siz. Ha, bitta ko'p kerak. Sodaq masala. Ha, shopirni eshigini ochib, germetiklarini ko'ring. Bir qarayda ekan. Oya, avtomat sotilishida. Bunday narsada oldi sotsang aybini aytib sot degan gap to'ppa-to'g'ri. O'sha bekda ham hozir 100 talik aybi yo'q. Men oldimga kelgan ekanlar mashina olaman deb. Ola olmadim, ko'rdim, uspet qilolmadim deyaptilar. Mayli. Lekin olgan joylardan aytilmagan mana shu narsa. Odamlar ko'p nima keladi, o'zingiz ham bilasizki. Shu aybini bilib olaman, mayli. Shu yerga borsam, nima aybi bo'lsa aytadi. Ustalari bor, ko'rib berib turibdi deb ko'p kishi shunga keladi. Hech bo'lmasa buni olgan bo'lsangiz ham vaqtiga shuni olib kelish kerak edi, biza ko'raylik. Mana bu xolis ko'rib beradi. Sona usta o'zini kanali aytibdi. Usta kanali bor. Va o'zini Instagram kanali, shu kanalga har hafta aytib boradi. Mayli, bozordan olasizlarmi, pullaring kerak emas. Kimnidir 100 ming, 50 ming, 200 ming yo 500 ming ustiga berishga erinsa ham kelsin, men xolisona ko'rib beraman. Shunchaki xolisona ko'rib beraman. Menga puli kerak emas deb aytadi. Chin-chinaki hisob kimdir mashina olsa ham, bozordan bo'lsa ham, prosta narxini emas. Aka kraskasini ko'rib beraylik, mana shu odamga uchratsa, bemalol ko'rib beradi. Pul so'ramaydi. Ustalar baribir pul so'raydi, keyin ustalar tonish bilish qilishi mumkin. Hammasi ham emas, ba'zi birlar. Bekka ukasini mashinani olib kelsam borini aytadi. Rabiga qancha bo'lgandi? Odamlar so'rayapti. 170 ming. 170 ming. Mumkin galopga ochilmagan lekin. Holat yaxshi. Sotuvchisiz u. Gapiz, muomalangiz, xarakteringiz to'shdi. Borini boricha aytadi. Uyi tortishayotgan joyi. Bir narsasini aytgan paytda tortishmay sabrli turib. Aka nechta bo'lsa bir gap bo'lar, gap bordir, bu ham bir hikmat. Bir narsa so'rayman, qo'shmayman. Bo'ladi desangiz. Aka bo'ladi desangiz, mayli, shu mashina, buni ham bir egasi bordir. 60 million beraman, bersangiz olaman. Undan baland olaman. Ochiq. Mashina yili uchun olaman, zavodga metadi. Lekin holat tomonlama aka oyoq zo'r yegan. Orqasidan ham zo'r tayoq yegan, oldidan ham zo'r tayoq. Jaj tushiladi, jaj tushib ketmaydi deb olmishsiz. O'zi olmisham, zarmani tushib turibsiz. Akam bilib turibman. Mayli, to'g'ri kelsa bering, 60 million naqd beraman. Ya, mayli. Endi bunday qiling, do'stlar. Bu ham bir darslikda, bir yomonni ko'rib, yaxshilikni bilasiz. Yaxshilikni ko'rib, yomonlik qilmaslikni bilasiz. Mana bu mashina sizga bir darslik bo'libdi. Ikkitagina detallar kraskasi bor deb beribdi, nomard. Unday emas mashinamiz.
Mashinani Instagramga savdosi bitsa bitmasa qo'yishini, shu mashinani sotgan odam ko'rsin. Mashina kapotdan pasti kraska. Ko'rsing Instagramdan. Mana Akmal aka onlayn mashinani olib bordim. Agar zo'r bo'layotgan bo'lsa, sen aytganda bu Akmal aka dokazatsiya bilan. Kelsa yana shu mashinani olib kelsin. Detallaricha alishtirib taylagan. Eshiklarni germetik ham o'ziniki emas, alishtirib taylagan. Orqasi chiroyli bo'lyapti. Oldi ham tipka mordasicha qayrilgan. Normal udari bo'lgan mashina. Men dokazatsiyasini shundoq keltirib beraman. Shu savdo Instagramga bitsa bitmasa qo'yiladi, xafa bo'lmaysiz. Prosta o'zim lichkasi shuni taylab oling. Telegram bor o'sha odamni. Yo o'zi ko'rar. Bunday qilib mashina sotilmaydi. Sot, to'g'ri aybini aytib sot. Misol mashina hozir 60 millionlik mashina. Aylantirsangiz ham bo'lmaydi. Bitta kapot kirillada olgansiz. Mashina orqalari yasab chiqilgan, malatuk bilan yasalgan. Mashina shunday. Bemalol egasiga ko'rsatib, u yering gapiravering, ishonmasa aytaman, Telegramga, Instagramga qo'yaman, o'zi taylab bering, ko'rsin. Ikkinchi odamlarni aldamaydi. Sizdan bir aldanib qo'ygan odam bilib turibman, ayb sizga emas. Sizga bo'lmaganini ham aytyapsiz. Men oldimga kelib o'tganingizda ham aytyapsiz. Gapiringiz. Agar sizga usturoyat qilsa, 60 millionga bering olib qo'yaman. Necha pul bo'lsa bera olasiz, ayting. Men olmasam odam ko'p. Endi men savdom to'xtadi aka. Men savdom to'xtadi. Odamlar uchun bir yuringda. Oxiri necha pul bo'lsa bera olasiz. 70 ham deng, bir aytib ko'raman do'stim. Xursand bo'ling. Hech bo'lmasa 70 ham deng. Mayli, siz ancha baland bilib turibman. Ziyon, bir so'm ham ziyon. Olgunizcha men kistamdan 10 ming so'm pul qo'shmagan. O'zingizni mehnatingiz bilan olgansiz. Ya bilib turibman, yuzga tushgan. Ya 75 demang. 70 ham deylik, bitta aytaylik. Men do'st sifatida men reklamachi emasman, lekin nomeringizni qo'yib beraman. 70 ham deng, qo'yib beraman. Xo'p, akalar ko'ringlar, kimgadir kerak bo'lsa Gentra 2019 zavodskiy metan. Galobkalari ochilmagan. Bunday tomonlama yaxshi. Hadovoylari ham yaxshimi? Yaxshi turibdi. Motor, hadovoy, korobkasi zo'r. Kraskasiga kelayotgan bo'lsa, tomdan past sepilgan hisobga o'tadi. Oldidan ham tekkan, orqasidan ham tekkan. 70 million bo'lsa beraman deyapti ega. General davirni chiqadi, akalarim nomi ekan. Oluvchi bo'lsa 2019 zavodskiy metan Gentra. Haqiqatan galobkalar ochiqsiz turibdi. Tomdan past sepilgan. 70 millionga oluvchi bo'lsa ko'rsin. Ayting nomeringizni, ayting, Instagramga qo'yib olaman. 90 677 33 00. Ha, shunday. Ismingiz? Islom aka. Faqat telefon qilishadi, ko'p kishi ko'radi, Instagramdan, bemalol YouTube promo kanal kitobda, YouTubedan muomalali bo'lasiz. Belki 100 kishi bo'lsa, 100 ming kishi bo'ladi. Kimgadir to'g'ri keladi, lekin bu tomonlama mashinaning salon qismlari, bu tomonlama gap yo'q. Motor qismlari ham ochilmagan. Zo'r. Zavodskiy metan o'zi hali bularga motor qilinmagan. Yaxshi turibdi, mana. Akalar ko'ringlar, 70 million bo'lsa sotaman deyaptilar oxiri. 60 million bo'lsa ko'ramiz. Ha, mana shu gapni aytdim aka.